Har payshanba osh yegan yaxshimi yoki 9,5 mingdan pizza deysizlarmi, hot-dog deysizlarmi, Cinnabon deysizlarmi? Domino'sda payshanba aksiyasini yo'lga qo'yishibdi. Yeb ko'ramiz. Shunda hozir men tushunmadim. Bu ham. Mana ma'mullar ham. Bu hammasi 9,5 mingdan ekan. Qiziq, yeb ko'ramiz. Domino'sda 95 ta davlatda 22 mingdan ortiq filiali bor ekan. Kuniga tasavvur qilinglar, 3 milliondan ortiq pizza sotishar ekan. Bular hozirgi kunda butun dunyo bo'yicha, savdosi bo'yicha ham, tochkalari bo'yicha ham eng birinchi o'rinda turgan amerikanskiy brend ekan. Молодцы, ishingizga rivoj, 6 ta filial ochilibdi. Xudo xolasa keyingi yil 6 ta emas, 16 ta bo'lsin kamida filiallar. Xullas, cho'zilishlari yaxshi, qani bismillah. Bu pepperoni ekan. Xullas, endi meni fikrimga keladigan bo'lsa, pepperoni zachot, mana bu barbekyu tovuq ekan, ichida ozgina piyozi bor, konfetka. Menga yoqmadi. Go'shtga qanaqadir hidi bor, privkusi bor, bilmayman. Endi yeb ko'ringlar, lekin menga yoqmadi. Mana bu o'ralgan pizza ekan, bu menga quruqlik qildi. Lekin bu hot-dog emas, hot-dogchalar, ishoninglar, konfetka вообще yoqdi menga. Bu shirinliklar, Cinnabon особенно вообще konfetka. To'g'risini aytaymi? Pulga arzir ekan. 9,5 mingdan kelib yeb ketadigan joyi ekan. Tezroq tanishlarga tashlanglar, qani pulini sanab ovqat yeganlarga.